tarvuzimizga baho beraverasiz. Hurmatli dehqonlar, bitta narsaga ahamiyat berib o'tamiz. Mana tarvuzni ko'ryapsizlar. Mana liniya bir xil tarzda ketgan, yirik emas va eng qizig'i mana qon qizil, hech qanaqa tomiri yo'q tarvuzda. Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana 2025-yil 8-iyul kuni Yangiyo'l tumanini Qashqi qishlog'idamiz, Ozod tumanida. Ozod tumanidamiz. Bu yerda bizada yangi gibridimiz, Genetic Seeds firmani Bloom degan navimiz ekilgan. Bu gibridimiz vegetatsiya kuni 60 kundan 70 kungacha bo'lgan gibridimiz. Hozir mana bu gibridimizni kelib mana sinov uchastkasiga yana berganmiz. Sinov uchastkasida mana holat ko'zga quvonarli holat emas, ko'chatga yaxshi baho berilmagan, yaxshi qaralmagan. Ozgina mana o'rgimchak kana ham bosgan ko'chatda shu holatda ham gibridimiz mana o'zini qanaqa hosil solganini ko'rsatib o'tamiz. Mana gibridlarimiz mana uдлинённый formada, formalari juda ham chiroyli. Mana qarang, ketma-ket ikkitalab kist kelyapti. Mana ikkitalab kist kelyapti. Mana toni juda ham chiroyli ton. O'zini mana ko'rsatib o'tilgan katalogimizda mana ko'rsatib o'tilgandek, mana xuddi o'zidagi tarvuz ham xuddi o'zidagi bo'lyapti. Fayzulloh qanaqa deyapti? Bu sifat ko'rinishi qanaqa beryapti? Bu dalamiz aslida kechkiroq qilib ekilgan, ertangiz kechkiroq qilib berganmiz. Bu sortlar ekiladigan paytda bu gibridni berganmiz. Mana kechagi kunda biz bozorga ham tushib ko'rdik. Bozorda ham sotilayotgan natijalari, mana sort tarvuzlar mana hozirgi iyul oyida aslida bozorda ko'proq o'sha vodiy tomonidan kelayotgan tarvuzlarni ko'rdik. U yerda endi aslida gibrid emas, sort ekilgan. Lekin sortlarda ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mana iyul oyida turibmiz. Tarvuzlarda tovarni vid sal pastroq, lekin bu sortimizda ahamiyat bering. Tovarni vidi juda zo'r. Ovozlari ham dangillab chiqyapti. Dehqonimizning o'zining fikrlari, masalan, qarovni hozir ko'rib turibmiz, sal slabiyroq ketyapti, lekin mana inshaalloh hosil vobshe udar. Bir xil standartda, hosillarimiz bir xil standartda, taxminan shu 14-15 kilo atrofida mana hosillarimiz yirikligi bir xil standartda ketyapti. Qiziq tarafi buni nega kechki qilib berganmiz? Bu gibridimiz stressga juda ham chidamli, juda ham bardoshli, issiq ob-havo sharoitlariga, suvda ozgina tanqislik bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatlarga chidamli bo'lgan gibridimiz. Shuning uchun biz buni shunaqa paytga to'g'riladikki, bu chilla davriga kelsa pishishini o'sha chilla davrida ko'ramiz. Gul ushashlari qanaqa holatda bo'ladi, hammasi bo'yicha o'rganamiz dedik. Inshaalloh o'zini juda ham zo'r ko'rsatdi. Paleyli o'simliklarimiz, agar hammamiz bilamiz, 15 gradusdan 25 gradusgacha bo'lgan ob-havoda juda ham o'zini zo'r his qiladi. Undan keyin qiynaladi ko'p paleyli o'simliklar. Bu gibridimizni boshda o'rganayotganimizda ham bizga aytishdiki, işte bu gibrid issiq ob-havo sharoitlarida ham o'zini juda ham zo'r his qiladi deyishdi. Aytganlaridek bo'lib chiqdi. Mana hozir har bitta paleyda mana standart ikkitadan hosil va hosillarimiz shu 14-15 kilolik bir xil darajada hosillarimiz. Hosillarda mana 1, 2, 3, uchinchisini endi yetildi. Bunisi 4-inchisi. 3tasi bitta joyda yetilgan. Juda ham go'zal, juda ham sifati zo'r. Buni oldingi videolarimizda ahamiyat bergan bo'lsangiz, Qashqadaryoda ertangi ekinga ham ektirgandik. Unda natija juda bomba edi. Lekin shu holatda ham, shu kasallik shu holatga tushirgan holatda ham tarvuzimiz hozir ichki bozor holatida ham juda menimcha oldi tarvuzlardan. Hozirgi kunda, hozirgi mana chiqayotgan ko'p sortlarda tarvuzda toni deydi. Tonida och rang bor, och yashil tusga kirib qolyapti. Gibrid ekilgani hisobiga mana gibridlarni ko'radigan bo'lsak, rangi mana to'q va nasishniy, nima deydi ani suvli bo'lib, sochniy bo'lib turibdi. Video juda ham odam ko'zini quvontiradigan holatda. O'shaning uchun hurmatli dehqonlarimiz, mana gibrid tanlashda adashmanglar. O'zbekistonga kirib kelgan hozirgi gibridlardan shu kungacha bor gibridlar bilan o'zini raqobatlasha oladigan gibridlarimizdan biri bu shu Bloom navi bo'ladi. Bu navimiz, bu gibridimiz inshaalloh mana kelgusi yilda bolalarimiz katta ob'yomda berishadi.
bu Qashqadaryoga ham, Surxondaryoga ham katta объемda ekiladigan joylarga beramiz. Xudo xolasa buni yana katta joylarda ham o'zini syomkasini ko'rsatamiz. Keyin Fayzullo ahamiyat bering mana. Baylari ham ingichka bo'lib qolgan, oziqa yetishmovchiligi bor bo'lsa ham, shunda ham hosilni qarang, bir xilda standart bu tarvuzimizni biz aslida yaxshi joylarda Qashqadaryoda ko'rib o'tdik. Uje bu tarvuzimiz uje xudo xolasa keyingi yil anchagina o'z klientlariga ega bo'ladi. Sababi hozir biz nima sort bilan gibridni nima farqi bor? Buni nima uchun kechkiroq qilib berganmiz? Sort hisobida beradigan bo'lsak, gektariga 3 mingta, 4 mingta, 5 mingta tarvuz beradi. Masalan, 7 mingta gektarga ekadigan bo'lsak, bizga beradigan tarvuzi, yirik tarvuzi hisobi birinchi terim o'zida 3 ming, 4 ming, 5 mingta. Gibridni ekilganda yutadigan narsasi 7 mingta gektarga ekadigan bo'lsangiz, uje birinchi terim o'zi siz 7 ming tarvuz sotasiz. Uje ikkinchi mana ko'rib turibmiz, bitta joyda 2 ta, 3 taliklar bor. Uje bu bonus. Bu bonus. Uje bundan yildan yilga mana oldin 2 yil, 3 yil nariyonni olib ko'radigan bo'lsak, bizda aslovni sortlar ekilardi. Mana yildan yilga gibridlar ko'payyapti. Sabab nima? Dehqon maza qilyapti, son ko'p. Dehqonni 1 gektaridan olinadigan daromadi ham shunga qarab o'syapti. Biz ham bu urug'imizni xudo xolasa barcha dehqonlarimizga yetkazib beramiz. Bu yil keyingi yilga sal ko'proq buni ob'yomini oshirdik. Bu yilgi sinovlarni ham o'tkazib oldik. Mana 3 yildan beri ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, o'sha fermerlarimiz, dehqonlarimiz biza yangi navlar bilan kirishga harakat qilyapmiz. Nimaga? Yaxshiroq narsa kirgizaylik, dehqonchiliklarning Alloh barakasini bersin. Keyin mana bu narsani mana ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana shu narsadan ham to'xtalib o'tish kerak. Mana ko'p sortlarda o'sha aytganimizdek 20 ta 30 talab hosil hisob tashlaydi, hosillar yaxshi rivojlanmaydi. Mana ko'zimga tushib qoldi. Mana shu holatda mana ko'rsatib bersangiz. Agar gibridimiz standart 2 ta 3 ta hosillar standart ushlab olgandan keyin qolgan hosillarni genetik o'zi mana shunaqa qilib so'litib tushirib yuboradi. Ertaga hosillar standartligida va sifatda buzilmasligi uchun. O'shaning uchun hurmatli dehqonlarimiz, kelinglar, xarid qilinglar. Inshaalloh kelgusi yillarda sizlarga yana yangi gibridlarimizni yetkazib berishga biz harakat qilamiz. Rahmat. Bulum navimizni mana ko'rinishlari, o'sha bittasini mana jarayonda so'yib ko'rsatamiz. Tepasini olmadim. Tarvuzimizga baho beraverasiz. Hurmatli dehqonlar, bitta narsaga ahamiyat berib o'tamiz. Mana tarvuzni ko'ryapsizlar. Mana liniya bir xil tarzda ketgan, yirik emas va eng qizig'i mana qon qizil, hech qanaqa tomir yo'q tarvuzda. Endi Fayzullo bitta so'ysiz, bitta mazasini ko'ringlar. Voy bismillah. Tarvuzimiz juda ham go'zal. Mazalari ham qirsilama. Bu sortimizni eslasangiz, shu aslida bizda ketadigan Kariston sortimizga raqobatchi olib kelgandik. Xudo xolasa buni bemalol shu yonma-yon o'rniga bersak bo'ladi bu sortimizni. Natijalari vobshe bomba. Yana narsaga to'xtalib o'tamiz. Deb turing. Odamlar yaxshi ko'rib olsin. Mana gibrid tarvuzlarimizda urug'lar ham juda ham mayda bo'ladi. Qop-qora rangda bo'ladi. Masalan, rangida holati bo'ladi. Tarvuzimizni urug'ini rangi ham. Hurmatli dehqonlar, bulun navimizni mana Qashqadaryoda, Surxondaryoda, mana Toshkent viloyatlarida ham o'zini juda ham zo'r ko'rsatyapti. Bas, sifati juda ham o'rnli holatda. Kelinglar, xarid qilinglar. Mana tarvuzlarimizga ochiq oydin o'zingizga baho bersanglar bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.